Amaki nima qilyapti eka-parkda? Ishqilib rozimisan? Amaki? Tushunmadim. Nima qilyapsiz bu yerda? Sani nima ishing bor, nima qilyapsan? Kim? Jim o'tir, jim. To'xtama. Burgladi. Nima qilyapsiz? Uzrda, jiyam. Sen o'zing nima qilyapsan bu yerda? Men Changani yangi mashinani taqdimotiga keldim. Toshkentmi? Ha, ana. Dadang bilan menga telefon bir minut. Dadam ham sherda. Ha, dadang ham sherdami? Mana qara kim? Qayta so'rama, uyaltiraysan. Keyin aytaman. Borasizmi taqdimotga? Ha, yurib borib kelaylik. Yangam ham. Hozir kelaman. Keling. Yangalama. Amaki bu taqdimotda Changan Unive hamda Changan KS55 Plus'ni yangi taqdimot bo'lyapti. Rosta. Ha, narxida ozgina o'zgarish bo'lgan, lekin o'zida juda ham katta o'zgarishlar bor. Motor 2 litrlik motor. Yuring ko'rasizmi? Yuring. Ko'rib turganingiz Changan Unive mashinaning hamma joyi sportivniy qilib ishlangan, hatto saloni ham 0 dan 100 gacha esa attiga 6 sekundda chiqadi. Bu degani Malibuni bemalol choyini ichirib qo'ysa bo'ladi. Lekin mashina gap yo'q, jen zo'r mashina. Yo'qdimi? Ha, bitta minib ko'raylik, gap. Buxoro shahardagi Viloyat avtosida joylashgan Changan avtosaloniga borib bemalol tekin minib ko'rishingiz mumkin. Bo'lammi deysan? Ha. Bo'lmasa men ketdim. Boravering. Men 7 bilet olganman. Davay. Sog' bo'l. Davay. Mahi şeker kollarından şerbet içermen. Şekeri emez zehri